Erkin Malik 100 yil sarson sargardonlikda. Nuriddin ismli bolakayning xonadoni o'tgan asrning 30-yillarida Andijondan quvg'in qilinadi. Qahramonimiz dunyoni bola ko'zi bilan ko'radi. U ne azob va uqubatlarni kattalar bilan barobar boshidan kechiradi. Hayot sinovlarida chiniqadi va oxir-oqibat muhojirlikda yashayotgan vatandoshlarimiz orasida millat qahramoni darajasiga yetadi. Asar bugungi avlodni kechagi kunlarga sayohat qildiradi. Kitobni o'qir ekansiz, tarixiy og'riqlar, sog'inch va vatanga bo'lgan cheksiz muhabbatni chuqur his qilasiz. Eng qo'rqinchlisi shunda ediki, otasining umri tugab borayotganini, vatanga qaytishdek ulkan orzulari endi hech qachon ushalmasligini biz ham, u kishining o'zi ham bilib yotar edi. Ushbu asar sabr, matonat va vatanga sadoqat haqidagi ibratli qissa. Tarixni bola nigohi bilan ko'rishni istagan kitobxonlar uchun ayni muddao. O'tmishni anglash, kelajakni to'g'ri qurish demakdir.